O'zingni taraqqiy qildirgan. Ba'zi kishilar bilan 20 yosh vaqtida o'ltirsan. Ularning muayyan uslubi, mantiqisi va tushunchasi borligini his qilasan. Ular bilan yana 30 yosh vaqtida o'ltirsan. Ularning iqtidorlarining burunqiga o'xshash ekanligini, hech qanday taraqqiy qilmaganligini bayqaysan. Yana ba'zi kishilar bilan o'ltirsan. Ularning hayotidan manfaat oldiganligini, shundaqla har kuni oldingi kundagidan taraqqiy qildiganligini, hatto azroq vaqt o'tsimi diniy va dunyosida ilgirlash bo'ldiganligini his qilasan. Bu vaqtda kishilarning turlarini bilmoqchi bo'lsang, kelgin. Ularning ahvollari va qiziqishlari to'g'risida inchikka o'ylanib boqayli. Sunniy hamroh televiziya kanallarini misolga olsak, ba'zi kishilar ilm ma'rifat tushunchalari va aql farosatini oshiradigan narsalarni ko'radi. Ular foydali suhbatlarni ko'rish orqali boshqalarning tajribalaridan foydalanadi. Ulardan munozara, til, tushunchalarda ajoyib mahoratlarni, hozir javobligini, munozara iqtidorini, qoyil qilish uslublarini o'rganadi. Yana ba'zi kishilar mag'lub bo'lgan muhabbat hikoyalarini tasvirlaydigan ko'p qismli televiziya teatrlarini yoki ta'sirli dramlarni yoki qo'rqinchli xiyoliy filmlarni va yoki amaliyotda bo'lmaydigan arzimas faraziy hikoya filmlarini ko'rishni qo'ldan berib qo'ymaydi. Sana iltimos qilamanki, kelgin. 5 yil yoki 10 yildan keyin birinchi turdagi kishilar bilan ikkinchi turdagi kishilarning ahvoliga nazar solgan. Qobiliyat va mahoratlarda qaysi bakra taraqqiy qilgan bo'ladi? Tushunish iqtidoridachu, madaniyat safosining eshishidachu, qoyil qilish iqtidoridachu, ishlarga tutgan muomala usulidachu. Aniqki, birinchi turdagilar bakrak taraqqiy qilgan bo'ladi va yana ularning uslubimi o'zgargan bo'ladi. Ularning dalillari oyat, hadis, sansipir va haqiqatlar bo'lsa, ikkinchi turdagilarning dalillari bo'lsa, artist va naqshchilarning so'zlari bo'ladi. Bir kuni ikkinchi turdagilarning biri so'zlash jarayonida Alloh, "Ey bandam, tirishqin, men sen bilan tirishiman" degan deb soldi. Uningga buning Allohning so'zi emasligini eskartib, uning chiroyi o'zgarib gap qilmadi. Keyin uning bu so'zi haqida o'ylandim. Uning tilga olgani Misr xalq maqol tamsil ekan. Bu maqol tamsil ko'p qismli televiziya teatrlarining biridan uning zehnida qolgan bo'lsa kerak. Shundoq, qozonda nima bo'lsa, cho'michga shu chiqadi. Kelgin, boshqa bir tarafga, ya'ni gazet jurnallarni o'qishga qarab boqayli. Qanchalik kishi o'zini taraqqiy qildirish, qobiliyat va mahoratlarni o'stirish, ilm ma'rifatlarini oshirishga yordami bo'ladigan foydali xabar va ma'lumotlarni o'qishga ahamiyat beradi. Qanchalik kishi tantarbiya, san'at sahifalaridan boshqasiga parvo qilmaydi. Amaliyotda hozir ba'zi gazetlar tantarbiya va san'at sahifalarini boshqa sahifalarning o'rniga dastatish orqali ko'paytirishda raqobatlashadigan bo'lib ketdi. Biz o'ltiradigan so'rovlarimiz, o'tkazadigan vaqtlarimiz to'g'risidami yuqoriga o'xshash deyalaymiz. Sen quyruq bo'lmay bosh bo'lmoqchi bo'lsang, qobiliyat va mahoratlar nadili bo'lsa, ularni iz qo'g'lab o'rganishga ahamiyat bergin. O'zingni ularga odatlantirgin. Abdullah qattiq g'ayratli biri bo'lib, uningda ba'zi qobiliyat va mahoratlar yetarsiz edi. Bir kuni u peshin namozini o'qish maqsadida masjidga berish uchun uydan chiqdi. Uning namozga bo'lgan hirismanligi, dinga bo'lgan muhabbati uningga turtki bo'ladi va haydakchilik qiladi. Masjidga borib bo'lishdan ilgari namozlarning o'qilib bo'lishidan ansirab namozlarga oldiraydi. U yo'lda bir xurma daraxining yonidan o'tdi. Uning ustida ish kiyimi kiyib olib, xurma daraxini putayotgan biri bor edi. Abdullah azanni anglamagandek, takbirni kutib o'ltirmaydigandek turgan, namozga ahamiyat bermayotgan bu odamdan hayron qolib, "Tushavoy, namoz o'qiymiz" deb varaqirida g'azablanib turib. "Hay eshak, tiz bo'lavoy, namoz o'qiymiz." "Men eshak" deb varaqirida u odam. Andin u odam Abdullahning beshini yarmoqchi bo'lib, xurmadan bir tal shoxni so'ndirib pastga tushmoqchi bo'ldi. Abdullah bu odamning o'zini tunib qolmaslik uchun beshiga ortib olgan arab ro'mollarining bir tarafi bilan yuzini yepib olib, yugurib masjid tarafga qochib ketdi. U odam g'azab bilan xurmadan tushdi. Uyga berib namozini o'qib bo'lib, ozroq orom olgandan keyin ishini tamomlash uchun xurmaning qashig'iga qaytib keldi. Asr vaqti kirib, Abdullah masjidga berish uchun uydan chiqib, haliq xurma daraxining yonidan o'tdi. Qarog'dak bo'lsa, haliq odam yana haliq xurma daraxining ustida turg'udek. Shuning bilan Abdullah usulini o'zgartib, "Assalomu alaykum, qanday ahvollari?" dedi. "Alloh shukr, yaxshi" dedi u odam. "Bu yil mevalar qandaroq?" "Alloh shukr, qadr ahvol." "Alloh sizning ishlarini o'ngishli qilib bersin, sizlarga rizq ato qilsin, turmushlarini keng kushoda qilib, sizlarni ishlarining va bolalar uchun ko'rsatgan tirishchiliklarning ajrlaridan mahrum qilmasin." U odam bu duodan xushal bo'lib duoga amin dedi.
Abdullahga rahmat aytdi. Abdullah mundaq dedi: "Qaraganda sizlar ishlar bilan qattiq mashg'ul bo'lib ketib, asrning aziniga diqqat qilmayla qaptilar. Asrga azan aytirib bo'ldi. Takbir aytilishga oz qoldi. Balkim azroq aram alverish uchun hurmadan tushsalar, namozga ulgurib olishlari mumkin. Ishlarni namozdan keyin tamomlab olala. Alloh sizlarni davomli salomat qilg'ay." U odam inshaalloh deb hurmadan asta tushdi. Andin Abdullahning yoniga kelib, uning bilan qizg'in ko'rishib mundaq dedi: "Bu go'zal axloqlaring uchun sana rahmat aytaman. Kashki peshin vaqtida yenimdan o'tgan odamni ko'ralgan bo'lsam-chu, uningga kimning eshak ekanligini bildirib qo'ygan bo'lardim", debdi. Natija: boshqalarga muomala qilish usuliga asosan ularning sana muomala qilish usuli belgilanadi. Boshqalarga qanday muomala qilsang, ular sana shunday muomala qiladi. Doktor Muhammad Arifiyning "Istamta' bi hayatik" nomli kitobidan tarjima qilindi. Tarjima qilguvchi Pinhan.